remont qiladi, taxlaydi. Ekoparkni yo'llarini yopib qo'ygan. O'shaning uchun kelganda ehtiyot bo'lasizlar. Bu yoqda KFC tarafdan kelaverishinglarda ham yo'llar yopilgan. Ko'rishinglar mumkin. Ограждениyalar qo'yib qo'ygan. Mana qaranglar, 7:00 dan 30-aprelgacha C1 ko'chalari yopiq bo'lar ekan. Aka, nima bo'ladi bu yoqda siz? Remont qiladi, taxlaydi. Ullenni qiladi, o'tirgan joy qiladi. Yo odamlar keladi, o'tiradi, mashinalar ketish qo'yadi. Qancha tayyor bo'ladi deyapsiz bu yoqni? Birinchi mayda ochadi. Bu yoqda mana bunaqa toshlar turishiga qaraganda tez orada bu yo'llarni remont qilishadi. Shuncha qolib ketgan mashina qanaqa chiqadi bilmadim, lekin bu qatordagi oshxonada ovqatlanaman desanglar, mashinalarni naryoq tarafga qo'yib kelishinglar kerak bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, bu yoqdan boshlab uje mashinalar kirolmayapti, lekin kirib bo'lgan mashinalar ko'pi mana shu yo'llardan hamnaqasiga chiqib majbur o'tyapti. Xullas, bu videoni ko'rdinglar, C1 ga ko'p tushadigan, ishi bo'lmasa ham kelib oladigan bolalarga tez jo'natib qo'yaverasizlar.